Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Tsunami S va yana bugungi videoda yana bitta karta. Oldingi videodagi videolarimiz degan kartamiz o'chib ketibdi. Bilmadim nimaga. Endi biz boshqa karta qo'ydik. Va bu ham o'sha 3 qo'shni degan kartaga mana baho berasizlar 10 dan. Mana yerda men o'yim bu. Aytani ikkita qo'shni keladiganimizniki, ikkita etajli. Bittasi bitta qo'shnimizniki, ikkinchisi ikkinchi qo'shnimiz. Ikkinchisi mana tepadagi bitta qo'shni, bu bitta qo'shni. Ikkalasi ham ikki xil. Ikkita uy. Mana meniki bitta. Baho berasizlar uyga. Обязательно вообще zo'r dahshat. Mana xatolar yo'q. Mana yoqqa YouTuberlar mumkin. Tsunami S'ning uyi, Tsunami S'ning uyi. YouTuberlarga mumkin sig'magan. Bu yerda endi tashqaridan ko'rinmasligi uchun bunaqa qo'yib qo'yganmiz. Mana chotki bu ko'rsatib chiqamiz obzor. Mana yerdan kirib keladi. Shunday qaraganda mana yerda baslicha, tagi bunaqa. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda uy. Mana suv bor, cho'tka. Mana yerda versak, pechkalar. Hech narsa yo'q ichida. Zo'r bezatilgan. Mana yerda yotish joyi meniki. Bet meniki, bu yoqqa kimdir kelib qolsa yotadi deyilgan. Bu yerda sandiqda narsalarim, bu yoqqa o'z narsalarim qo'yadi. Tepaga chotoqqa chiqsak, chotoq bo'm-bo'sh. Demaymiz. Chotoqda orqa tomonida esa bunaqa joy bor. Bu yerga yopib ketamiz. Bu yerda bilib qolishgan. Keyin to'g'rilaymiz, ahamiyat bermaymiz, ketdi. Va menuni so'nggi sirli joyi. Men kelamanda lipoy payt. Men kelamanda. Nesini tushib ketaman. Va bet mening bunkercham. Agar kimdir menga nimadir qo'shnilarda yo bedvas yoki nimadir bo'lib qoladi-ku, jang. Ikkita qo'shni menga qarshi chiqib meni tunamoqchi bo'ladi o'shanda, shaka tushaman-da. Mana yerda o'nli narsalar mana tomosha qilishlaringiz mumkin. Nimalar bor, nimalar yo'q. Mana yerda esa o'qitish uchun nima edi? Stol ham bitta. Xo'p, endi mana bu dumdumal yam-yashil o'lkam. Bu yerga olib ketamiz. Endi qo'shnilarning uyini sizlarga ko'rsatamiz. Qo'shnilarning uyiga bunday kirib kelganlaringda kirganlaringda sizlar maktabda hovlicha kutib oladi va bunaqa chiroyli daraxt va gulchalar. Uyga kirganlaringda mana bunaqa bezatish bir chekkadan boshlaymiz hozir mana. Bitta sandiq. Ichida hech nima yo'q. Mana bu o'qitish uchun joy. O'qitish uchun joy, mana yerda kitoblar bor. Hop. Yana bu yerda mana o'tirib turib o'tirsa bo'ladi. Yo'q, qilib qo'ydim-ku. Mana. Короче, mana yerda esa xolodilnik. Ochasizlar. Ichiga bemalol narsa solib muzlatib qo'ysalar bo'ladi. O'zi ochib yopasizlar. Bemalol lyuks. Pechkalar mana. Anvil. Mana yerda ko'rib turibsizlar. Qandil. Buni Alonsila yasagan. Oldingi kanalimda Alonsila heykalidek shunaqa YouTuberlar bo'ladi. Heykalidek Alonsila
Hozir Alyosila laqabining nomini o'zgartirgan. Alyosila YouTube kanali ban bo'lib ketdi. 358 obunachili kanal ban bo'ldi. Hozir yangi ochgan. Videoning oxirida kanalning nomini aytaman. Hackerdek degan kanali o'ch ketmagan. Anchadan beri video chiqaryapti. YouTubedan ketgan. Lekin videolarda qatnashtiradi. Hackerdek desalaring YouTube kanali chiqib keladi. Mana bu ikkinchi etaj bo'sh. Bu yoqqa hali hech narsa qo'ymaganmiz. Bu yerda esa tomcha. Metam bitmagan. Hozir sizlar bilan mana shuni bitkazib qo'yamiz. Ana bitti. Ko'rdingizmi? Mana balkoncha. Tepaga chiqish yo'li yo'q. Chiqib bo'lmaydi. Chiqmasligi uchun. Xullas, mana menikini orqasini ko'rsatmadim. Orqasi tepadan turib, bu yerda chiqadigan yo'l qilib qo'yganmiz. Ya'ni qilib qo'yganman, buni ular bilmaydi. Uyimdagi bunkerni ham ular bilmaydi. Chunki u bunkerni hech kimga aytmayman. Faqat o'zim bilaman. Hech qaysi qo'shni uyimda bilmaydi. Bu yerdan chiqib, yonar kamonni olib, o'lchanlatib otishga. Hozir yomg'ir yog'yapti, o'qlar yonmaydi. O'chib ketyapti, ovozini eshitdilar. Olov o'chyapti, mana kamonni o'qlari olovlida. Hozir yomg'irda o'chib qolyapti. Buni bejab o'tirish kerak. Xullas, video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizning maqsadimiz bor. Bu ham bo'lsa tezroq 50 ta obunachiga erishish. Qachonki bash video tagida 10 ta like va meni obunachim 10 tadan 20 taga ko'tarilsa, mana shu yerda bitta serialli video olamiz. Davaymi? Qachonki men 20 ta obunachiga erishdim, 9 tagina obunachi qoldi. 20 ta obunachi bo'laylik, mana shu yerda bitta video olamiz. Ikkita qo'shni bo'ladi va bitta men bo'laman. Ya'ni mana uni ko'rdim. Agar obuna bo'lmagan va videoga like bosmagan bo'lsangiz, ishingizga mana shu link Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr!